Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Farg'ona viloyati adliya boshqarmasi huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish va metodik ta'minlash sho'basi tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish sohasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-avgustdagi o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-sonli qonuni bilan 8 turdagi o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish belgilangan. Xususan, fuqarolar tomonidan 2018-yil 1-mayga qadar yakka tartibda uy-joy qurish orqali o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga ijara huquqini hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan mulk huquqini ma'lum shartlar asosida e'tirof etish nazarda tutilgan. Farg'ona viloyatida 2026-yil 11-mart kuni holatiga 110 mingga yaqin obyektlar xatlovdan o'tkazilib, 61965 ta obyekt e'tirof axborot tizimiga kiritilgan hamda hozirda mazkur obyektlar vakolatli idoralar tomonidan o'rganib chiqilmoqda. Natijada viloyatdagi 11087 nafar fuqarolarning yakka tartibda uy-joy qurish orqali o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga bo'lgan ijara huquqini hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan mulk huquqini e'tirof etish yuzasidan vakolatli idoralar tomonidan ijobiy xulosalar berilgan. Ijobiy xulosalar berilgan 7841 nafar shaxslar tomonidan bir martalik to'lov to'lanib, elektron yig'ma jild ma'lumotlar va hujjatlar hamda ijobiy xulosalar xalq deputatlari viloyat kengashiga navbatdagi sessiyada ko'rib chiqish uchun avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali avtomatik ravishda yuborilgan. Shuningdek, mas'ul tashkilotlar tomonidan berilgan salbiy xulosalarga asosan 1636 ta obyektning e'tirof etilishi rad etilgan. Qonunga muvofiq prokuratura va adliya organlariga ma'lumotlarning va hujjatlarning avtomatlashtirilgan axborot tizimiga kiritilishi ustidan nazorat olib borish vazifasi yuklatilgan. Hozirgi kunga qadar aniqlangan qonun buzilish holatlari yuzasidan 65 nafar mas'ul shaxslarga nisbatan intizomiy jazo choralari qo'llanildi.